Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum meni kanalimga tashrif buyuruvchi azizlar. Bugun ham men sizlar bilan suhbatlashib o'tirganim uchun Allohga beadad hamd va sanolar aytaman. Bugun men sizlarga yana muborak Qur'oni Karimdagi eng uzun suralardan biri Baqara surasi haqida, uni fazilatlari haqida sizlarga xabarlar yetkazmoqchiman, o'qib bermoqchiman. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimdagi eng uzun sura bo'lgan ushbu surai karima Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Madinai Munavvarada bir necha yil davomida bo'linib nozil bo'lgan bir suradir. Bu sura 286 oyatdan tashkil topgan bo'lib, Qur'oni Karimdagi biron bir sura oyatlarining adadi jihatidan bu darajada katta hajmga ega emas. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilishlaricha, bu sura haqida Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Har bir narsani o'zining cho'qqisi bo'ladi. Qur'oni Karimning cho'qqisi Baqara surasidir. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisi sharifda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Qaysi bir uyda Baqara surasi qiroat qilinsa, shayton u uydan qochadi. Ya'ni u zot Baqara va Oli Imron suralarini o'qinglar. Shu ikki sura kimning qalbida bo'lsa, qiyomat kunining dahshatlarida, issiqliklarida bu ikki sura u kishiga hamroh va shaytondan panoh bo'ladi deganlar. Ushbu sura haqida Ibnul Arabiy: mening ustozlarim Baqara surasi haqida shunday zikr qiladilar. Bu surada 1000 ta amr, 1000 ta nahiy va 1000 ta xabar bor. Darhaqiqat, sura avvalida Haq taolo iymon mohiyati to'g'risida mo'minlar kim u kofirlar kim ekani, munofiqlar qanday kimsalar ekanligi haqida xabar berganidan keyin islomdan avval o'tgan dinlar, Yahudiy va Nasroniy dinlari haqida, xususan Yahudiylarning turmush-turmushlari, ularning kirdikorlari, fe'l-atvorlari va nima sababdan Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lganlari haqida batafsil bayon qilinadi. Bundan tashqari, ushbu surada Hazrati Odam alayhissalomning qissalari ham zikr qilinadi. Shuningdek, unda musulmonlar hayotidagi zarur bo'lgan muomalalar, nikoh, taloq, idda kabi har bir musulmon inson bilishi kerak bo'lgan hukmlar zikr etiladi. Bu ulug' sura Madinada nozil bo'lgan. Ma'lumki, Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 40 yoshlarida payg'ambar qilib yuborilib, u zotga birinchi oyat nozil bo'lishidan boshlab 63 yoshlarida vafot qilingunlarigacha 13 yil Makka mukarramada, qolgan 10 yil Madinai Munavvarada Qur'oni Karim oyatlari tushib turdi. Makka suralari bilan Madina suralarining farqi shunda ko'rinadiki, Makka mukarramada dini islom kelib, johiliyat davridan chiqqan odamlarga asosan islom nima, iymon nimaligini, Alloh taoloning hech qanday sherigi, tengi yo'q, yakka va yagona Parvardigor ekanligini anglatadigan, boshqacha aytganda e'tiqodni o'rgatadigan oyatlar, suralar nozil qilingan bo'lsa, endi Madinai Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijratlaridan keyin Alloh taoloning inoyat va marhamati bilan islomiy jamiyat barpo bo'lgach, musulmonlarning jamiyatida zarur bo'lgan ishlar, ibodatlar, namoz, ro'za, zakot, haj kabi shariat ahkomlari, musulmonlarning shaxsiy va ijtimoiy munosabatlari xususidagi sura va oyatlar nozil bo'lgan. Baqara arab tilida sigir degan ma'noni anglatadi. Bu sura nima uchun Baqara, sigir surasi deb atalgan? Qadimda Bani Isroil qavmidan bo'lgan bir kishi o'ldiriladi, ammo uning qotilini topa olmaydilar. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga qavmingga aytgin, bir sigir so'yib, uning bir bo'lagi bilan o'likni urasinlar deb buyuradi. Allohning buyrug'ini bajo qilganlarida haligi o'likka jon kirib, qotili kimligini aytadi. Ushbu surai karimada sigir voqeasi zikr qilingani uchun ham u Baqara deb nomlangan.
Xo'sh, mana azizlar, Baqara surasini ma'noyi mohiyati haqida sizlarga ma'lumot bergandek bo'ldim. Baqara surasini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan zikr qilingan. Agar shu Baqara surasi kimniki uyida doimo jaranglab tursa, u uyda shayton bo'lmaydi. Shunday deyilgan. Hadis shariflarda ham juda ko'p zikr qilingan bu sura haqida. Keyin bu Baqara surasini oxirgi oyati Fotiha surasi bilan birgalikda nur bo'lib tushgan suralardan deyilgan. Kechagi Fotiha surasi haqida ma'lumot berganimda shu ham aytib ketilgan ekan. Ikkita nur tushgan, u nurni bittasi Fotiha surasi bo'lib, bittasi Baqara surasining eng oxirgi oyati bo'lib tushgan ekan. Shuning uchun bu surada ham juda ham fazilatlar ko'p. Bu surani ko'proq uyimizda zikr qilib, hozir hammada internetlar bor, baland ovozda jaranglatib qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. O'sha uydan shayton uzoqroq bo'lar ekan. Shayton uzoq bo'lgan joyda, shayton kirmagan xonadonlarda fayz baraka bo'ladi. Rahmat farishtalari ko'p bo'ladi. Azizlar, kelasi safar shunday suhbatlarda yana suhbatlashgunimizcha xayr, sog' va salomat bo'linglar.